Malapajon sog' bo'linglar. Mana oxirgi kanalimiz bugun jonli efirimizda shunga o'zlariga aytay deb hozir harakat qildim bachalarimni uxlatishga, lekin bular uxlamadida. Shunaqa bo'ladi, aksi bo'ladi o'zi. Shunday. Gruppamizdagi hamma qizlar ham ilohim nima niyat qilib qo'shilishganmiz, hammalari yetishdi. Bundan yaxshi aytganingizdek natijalarga erishdim. Mana sizni darsingiz bilan sizni darsingizga qo'shilib hammamiz mana aytganingizdek qadrdon bo'lib ketdik endi. Oxirigacha shunday bo'lib yozishib turamiz. Gruppa o'tib ketmaydi 6 oygacha. Chatlar ham o'chmaydi. Bemalol yozishib turaveringlar o'zlaridagi natijalarni. Hammasini yozaveringlar. Savollar bo'lsa bir-biringlar bilan gaplashib, savollaringizga ham javob olsanglar bo'ladi. Mayli, pajon, sog' bo'ling, ilohim. Sog' bo'ling.